kumush yoki umuman zargarlik savdosi bilan shug'ullanadigan barcha uchun foydali bo'ladi. Misol uchun mana ikkita modelingiz bor. Buni faqat odatiy mana shu joyda turgan holatda videoga olsangiz, ko'pchilik qiziq bo'lmayapti. Prosmotrlarni ko'rib chiqdim. Shuning uchun ham Ray-Ban'da apros o'tkaziladi. Misol uchun 1-2mi? Qaysi bir? keyin oxirida call to action, ya'ni sizlarga qaysi biri yoqdi? Birinchisimi, ikkinchisimi? Bu nimaga xizmat qiladi? 1 yoki 2 deb yozganligi mana shu modellaringizni narxini ham tanishtirasiz. Bu orqali birinchidan ko'rsatib olasiz, ikkinchi o'rinda narx aytib, mijoz tortib olish imkoniyati ham tug'iladi. Ikkinchisi qanaqa endi? 6 oydan 12 oygacha garantiya va xuddi shu muddatda servis borligini yoritilmagan. Xuddi shuni yoritib berishni men ikkinchi maslahat deb beraman va uni qanaqa yoritib beriladi? Birinchi varianti Ray-Ban ochkida o'sha odamga tushuntirib berayotganingiz. Ikkinchi variant endi o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin, nima? Kontent qilish uchun faqat Ray-Ban bo'lishi kerakmi? Yo'q, oddiy selfida yoki qanaqa o'zingiz ko'rsangiz, uni ko'rsangiz va oddiy tabiiy video qilib o'rzadan bo'ladi. Uchinchisi, sizni profilingizni ko'rdim, ko'plab brendlar qatnashgan videolar bor ekan, Meska, Van Cleef degan. Xullas, o'shalar haqida ma'lumot ko'rmadim. Ya'ni bu qatdan chiqib kelgan tarixi, u haqida ma'lumot berib turib va albatta oxirida xuddi shu brend sizda borligi va sizdan sotib olish mumkinligini bildirib ketsangiz, misol uchun aytaylik, Meska deb yozib qoldirsangiz, men sizga narxini tashlab beraman degan videolar qiladigan bo'lsangiz, birinchidan sizdan foydali ma'lumot bo'ladi, ikkinchidan o'sha brendni sotuvi ham amalga oshadi. Zo'r. Bularni qo'llaymiz. Agar sizga ham yoqqan bo'lsa va qaysidir ideyalar sizni ting etib lampochkangizni yoqib qo'ygan bo'lsa, shu videoga like bosib qo'ying va o'zingiz yo'nalishingizni kommentariyaga yozib qoldirsangiz, keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin deydi. Rostdan borar ekan lekin. Rost ekan. O'zbekcha o'rgataman.